kimdan keyin kimligini bilib olinglar. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Men Muhammad Sodiq Shamsiddinov, Milliy universitet talabasiman. Ustozim, hammalarni men o'zim ustozim deb bilaman va hozirgi savolim Muhammad Ali Eshonqulovga edi. Hozir bo'shasinlar. Qatgadir chiqib ketdilar shekilli. Qanilar? Sherli. Ha, shu yerda ekanlar. Ko'rmay qolma. Ustoz, siz ko'p ta'kidlaysiz, har bir odamni hayotga kelganidan bir maqsad bo'ladi. Har bir insonni bu hayotda yashab o'tish davomida qilish kerak bo'lgan bir eng buyuk vazifasi bor deysiz. Men ham o'ylayman, o'zim uchun shu vazifani o'zim uchun topganman. Va lekin bu vazifani bajarish iloji borligini ham bilaman, lekin tub-tubidan sen buni qila olasan, buni albatta Xudo qo'llasa sen o'zing harakating bilan erishish mumkin degan ichimdan bir tuyg'u bor, lekin boshqa tomondan buni iloji yo'q degan fikrlar ko'proq keladi-da. Ya'ni bu haligi masalan aniq qaraydigan bo'lsak, aniqlik bilan qaraydigan bo'lsak, buni iloji yo'qdek tuyuladi, lekin shu narsani qilishim kerak. Shu holatda nima qilishim kerak degan savolni bermoqchi edim. Yaxshi savol berasiz, boy baraka toping. Xo'p, mana shu doim aytaman, shu mikrofonda o'zining missiyasi bor-da. Ovozni kolonkaga yetkazib berish. Shu missiyani bajarmasa musorga otiladi bu. Endi oddiy bir temir tersakda bir funksiyasi, missiyasi bo'lganda, siz bilan mendek bir maxluqot, bir jonzot, bir oliy Alloh taoloning mo'jizasini bekorga yaratilmagan kelib chiqadi. Bizda ham bir missiyamiz bor, bu hayotda qilishimiz kerak. Shunchaki yashab, bola chaqali bo'lib, moshni uy deb o'tib ketmasligimiz kerak. Odamlarga nimadir bera olishimiz kerak. Buni doim ta'kidlab kelganman, chunki mengacha aytib kelishgan. Inson avvalo uni topish uchun yozish kerak. Ya'ni eng asosiy savolingiz, Xudo meni nima uchun yaratdi? Ya'ni nima uchun ayni shu zamonda yaratdi? 100 yil oldin yaratilmadingiz, 1000 yil oldin yaratilmadingiz. Mana shu zamonda. Nima uchun ayni shu makonda yaratdi? Nima uchun ayni O'zbekistondan, boy ko'rdim Tojikistondan kelgan bolalar bor ekan. Nima uchun siz ayni shu joyda tug'ildingiz? Bu degani mana shu zamon va makonga bog'liq sizning bir katta qiladigan ishingiz bor. Bizning eng asosiy bu hayotga kelishimizdan maqsad shu katta bir missiyani bajarib ketishimiz bo'ladi. Endi uni bajarishlikda avvalo ichingizdan ilhom kelib turib, sizni o'rningizdan turg'izib yuboradigan darajada bir ilhom kelgan bo'lsa, bilingki Alloh taolo uni quvvati bilan bergan bo'ladi, oxirgacha yetadigan qilib turib sizga salohiyat bergan bo'ladi. Chunki salohiyat bermagan narsani sizga o'ylashga ham yo'l qo'ymaydi. Tushunasizmi? Ya'ni inson nima? Alloh taolo nasib etmaydigan narsalarni xayol qildirmas deydi. Bu juda katta gap. Xayolingizga o'sha ilhom bo'lib kela oldimi, nasibingiz bor, faqat o'rtada ozgina vaqt va harakat kerak xolos. Yomonlarning g'alabasi ularning kuchliligidan emas, balki yaxshilarning dangasaligidandir degan gap bor. Biz shu maqsadga erishish yo'lida dangasalik qilmasligimiz kerak xolos. G'ayrat qilib fokusni bitta joyga jamlab, ko'pincha vaqtni boshqarishga harakat qilamiz. Vaqt biz boshqara olmaymiz, u o'tib ketaveradi. Biz fokusni boshqara olamiz. Diqqatni bir joyga jamlab, quvvatimizni boshqara olamiz. Biror bir joyga yo'naltirishimiz mumkin. Men maqsadimga 11 yildan beri erishaman. 11 yil ketdi. Erisholmay. Bugun ko'rib hayratda qolibman. Ya'ni avvallari bloknotga yozib qo'yardim. Hozir o'zimda faqat o'zim bor bo'lgan bitta guruhim bor. Maqsadlarimni yozib qo'yaman. 18-noyabr kuni qat'iy ahd qilib yozgan ekanman. 2025-yil 25-fevralda shunga nima qilib bo'lsam erishaman deb. Alloh taoloning qudratiki 11 yildan beri erishilmagan narsamga bu ilm bilan bog'liq 25-fevral kuni tak to'xtatib tugatgan ekanman. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Qat'iy ahd qilish bilan keyin o'shanga javob berishlikka borar ekansiz, Alloh taolo sizni yetkazadi. Faqat o'lchanish kerak, deadline qo'yilish kerak ekan. Va siz ko'p ham o'ylayvermang. Chunki hozir sizni qo'rquvingiz yoshingiz nechida? 18da. 18 yoshli bolaning qo'rquvida sizda hali yetarli bilim bo'lmasligi mumkin, yetarli pul bo'lmasligi mumkin, lekin maqsad katta bo'lishi mumkin. Endi maqsad sari harakat bo'lar ekan, tajribangiz oshib boradi, ilmingiz ko'payib boradi. Har kun sizni foydangizga ishlaydi agar harakat qilsangiz. Va boshidagi qo'rquv kamayib borish kerak. Va maqsadga borayotgan yo'lingiz ham ozayib borish kerak. Borgan sari tajribangiz ko'payib, u qo'rquv yo'q bo'ladi. Va hozirgi bu qo'rquvni harakat to'xtatib qo'ymang demoqchiman. Bir boshdan ketavering, qilinish shart bo'lgan ishlarni qiling, qilinmas kerak bo'lmagan ishlarni qilmang. Mana shu eng asosiy qoida.
ko'pincha inson hayotda maqsadni topolmay qolsa bir qoida ishlaydi. Ya'ni Xudo senga nimani buyurgan bo'lsa, o'sha vijdoning doirasida qil, nimadan qayt degan bo'lsa, o'shandan qayt. Inson to mana shuni yashab eplab turgan joyida bir joydan ilhom kelib turib missiyasi ham topiladi, unga ustoz ham bitadi, hamma yo'ldan boshlanadi. Bir ulug'lardan birlari aytgandi, bir odam yaxshi niyat eshigini ochar ekan, Xudo taolo unga 70 ta yordam eshigini ochib qo'yadi degan. Shunga juda ishonaman va doim haligi oxirida yaxshi bo'ladi. Hozir demak oxiriga kelmabmiz hali. Shu qoida esingizdan chiqmasdi. Rahmat. Ustoz, qo'l berib ko'rishib olsam bo'ladimi sizga? Qo'l berib ko'rishib olsam bo'ladi. Nima qilsiz? Qo'l berib ko'rishib olsam bo'ladimi Sizga sizga? mayli men. O'pib olmasangiz bo'ldi men. Odam quchoqlashganda endi Arifin baxt garmoni